أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Al-Allama Abu Abdullah Al-Imam Al-Muhaddis İmamul Muhaddisин Muhammed ibn İsmail Al-Bukhari rahimahullah yazgan Jami'ul Musnid As-Sahih Sahihul Bukhari ismi bilan mashhur bo'lgan kitob. Mushu kitobning muborak kitobniki hadislarining bab jihatdan 5-bobga hadis jihatdan 12-hadisga keldik. Bab jihatdan 5-bob. Kitob jihatdan aytsak, birinchi musannif rahimahullah birinchi kitobda dediki kitabu Bad'il Vahiy. Vahiy qandoq boshlandi degan haqida so'zladi. Undan keyin vahiyni so'zlab bo'lgandan keyin iymondan so'zladi. Boshqa butunlay muhaddislar kitobini davomli iymon bilan boshlaydi, to'liq. Kitabul iymon bilan. Demakki ishning bashi iymon bilan boshlangan qoldi shu. Lekin Imom Buxoriy kitobini vahiy bilan boshladi. Nima uchun? Chunki ishning bashi iymondimi, bashi nima vahiy bo'lganligi uchun. Undan keyin vahiyni tushunib bo'lgandan keyin iymonga keldi. Iymonni so'zlab biz hamda iymonniki qandoq ekanligini ilgirgi darsimizda bir qur tushuntirib o'tgan edik. Iymon cho'ng jihatdan ikki xilga bo'linganligini. Biri aslul iman, yani biri kamalul iman. Bu kamalul imanning yana bir ismi shu'abul iman deb atalganligini. Aslul iman degan Payg'ambar alayhisalom Jibril hadisida, Jibril alayhisalom so'zi bayon qilgan hadisda islomning nima ekanligini, iymonning nima ekanligini, ihsonning nima ekanligini ayrim so'zlab, shuningda iymonni iman degan nima deb so'raganda, iman degan an tu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi vel yevmil ahiri vel qadari khayrihi ve şerrihi minallahi ta'ala deb asl iymonni bayon qilib bergan edi. Undan keyin yuqori shu bugun kiradigan bundan bo'yin keyingi hadislarning hammasidan yana payg'ambar alayhisalom ba'zini islom deb atagan, ba'zini din deb atagan, ba'zini iymon deb atagan, mushlarning hammasini va bu chaqda payg'ambar alayhisalom mushlarni hozir qilmagan odam mu'min bo'lmaydi deb turgan tursa, hadisda faqat shu oltinni g'ana jibarsam kelganda oltinni g'ana deb bergan tursa, bu qanday gap desa, u aslul iymon. Shuni aytmaganida qat'iy aslan ham mu'min bo'lmaydi. Ammo shu oltig'i dili bilan tasdiq qilib, tilda iqror qilganlar nima bo'ladi? Mu'min bo'ladi. Lekin komil degan gap yo'q. Komil degan gap yo'q. Undan keyin shu bugun kelgan hadislardagi solih amallarni umumlab keltirsak, islomdagi yaxshi amallarni, islomning 5 farzi degandek hamma farzlarni, solih amallarni jamlagan vaqtda bu adam mu'min komil bo'ladi. Ammo bir odam 6 iymonni aytiblam, shu yerda to'xtab qolsa, bu nima? Fosiq bo'ladi, fosiq. Kafir bo'lmaydi, lekin fosiq bo'ladi. Hamda mu'min iymon mutlaq iymon insonni do'zaxdan qutulishga, do'zaxda gunoh suvosim ko'p bo'lgandan keyin qutulib chiqishga Allohning rahmati bilan sabab bo'ladi. Ammo kamalul iymon-chu, mutlaq mukammal iymon bo'lgan iymon bo'lsa, insonni do'zaxga Allohning rahmati bilan do'zaxga tushib ketishni saqlaydi. Do'zaxga tushib ketishni saqlaydi. Asli iymon-chu abadlabad do'zaxda qolishdan saqlaydi. Anladingmi? Shuning sababchi bo'ladi. Endi biz shuni tushuntirib o'tgan edik. Endi bugunmi yana shu shu'abul iymon hisoblanadigan iymonning tarmoqlari hisoblanadigan, ammo bu iymonlarning hammasi intayin muhim. Mushu iymonlarning borligi buning qalbida iymon borligining alomati. Qalbida iymon, haqiqiy iymon bor odamning qalbida iymon bo'lsa, shu iymonning yildizidan mushu shaxschilar nima qilib unib chiqadi. Shu'abul iymon degan iymonning shaxschilari degan gap. Ya'ni yildizsiz shax bo'lamdi, bo'lmaydi. Yildiz bo'lganda undan keyin shax bo'ladi. Shunga Imom Buxoriy mushu mazmunni yoritib deydiki, babun it'amut ta'ami minal islam. Yani bab jihatdan 5-bob endi bu. Babun it'amut ta'ami minal islam. Endi babun degan bu xabar endi bu yerda. Xabar مبتدا محذوف. Bununki mubtadası mahzuf. Yani hâzâ
babun it'amu ta'am minel İslam. Babun degan mevsuf, it'amu ta'am minel İslam çok sıfa. Yani bu tamak, yani tamak itip bilish, tamak itip bilish, yani garip, miskin, muhtaç, mehman boshqalarga tamak itip bilishning o'zi islomning qatoridan degan bir babdir. Degan bo'lmangiz. Endi bizniki babniki nima bilan bo'lgan kitob bilan bo'lgan munosabati nima desa, bu kitob biz kitobul iymonda turyapmiz. Demak bu yerda islomdan deganda chunki yana bir rivoyatda iymondan degan rivoyat ham bor. Minal islomi degan Buxoriydagi yana bir bosmada it'amut ta'ami minal iymon deb kelgan. Demak islom, iymon, din degan hammasi kalimat mutaradifa deydi Imom Buxoriy. Tushundingizmi? Hammasi kalimat mutaradifa, ya'ni yolg'iz hammasi birga kelganda boshqa ma'noni bildirsa-mu, birdan kelganda uchinchi ma'noni bildiradi. Ya'ni hammasi iymon degan ma'noni bildirdi demakchi. Ya'ni shu'abul iymon, hammasi iymonning tarmoqlari, iymonning shaxchilari. Iymonning shaxchilari degan gapdan bu zo'rlamas chiqadi degan gap emas. Shu shaxchili bo'lsa biz uni iymon borligini bilalaymiz. Oxiratda katta darajaga erishtiradigan muhim bo'lgan narsa shu. Bu shaxchi iymonning shaxchilariga herkes sal qaramaslik lozim. Endi hadis jihatdan 12-chi hadis so'z demoqchi bo'lgani. Haddasana va bihi ilayhi qala haddasana. Yani ol sanadi muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan. Ya'ni menga dadam o'zining ana shu sanadi muttasili bilan so'zlab bergan. U sanadi muttasil Imom Buxoriy aytgan. Imom Buxoriy deydiki bizga meni Imom Buxoriyning shayxi, hadis so'zlab bergan shayxi Amr ibn Xolid hadis so'zlab berdi deydi Imom Buxoriy. Hadis so'zlab bizga Amr ibn Xolid hadis so'zlab berdi. Qol Amr ibn Xolid bunday dedi. Haddasana al-Layth. Amr ibn Xolid bunday dedi. Bizga Layth, yani Layth kim bu? Layth ibn Sa'd. Bizga Layth hadis so'zlab berdi. Bizga Layth Yaziddan rivoyat qilib, Yazid Abil Khayrdan rivoyat qilib, Abil Khayr Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhumadan rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Anna rajula degan shundoq hadis so'zlab berdiki, bir odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ayyul islami khayrun, islomning qaysi biri yaxshiroqdir, ya'ni islomning xislatlarining qaysi biri yaxshiroqdir deb savol so'radi. Qol payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deb javob berdi. Tut'imut ta'am va taqra'us salam ala man arafta va man lam ta'rif. Ya'ni payg'ambar sallallohu javob berdiki, tut'imut ta'am, ya'ni muhtojlarga tamoq itib bergaysan. Qo'y, bu muhtoj mehmon bo'lsin uyga kelgan. Qo'y, tilab kelgan tilamchi bo'lsin. Qo'y, sen bir kunga hadiya qilib olib bermoqchi bo'lsang, ish qilib biz och odamga tamoq yeydigan odamga, qo'y bir hayvonot bo'lsin, bu hattoki hayvonot bo'lsin hisob. Ya'ni nima tamoq itib bergaysan, yemak. Hamma hayvonot bo'lsa hayvonotning tamog'ini bergaysan. Butunlay ya'ni og'zi midlaydigan jigar egisiga nima yemaklik bergaysan. Mushu nima islomning eng afzal nuqtasidir. Va taqra'us salama ala man arafta va man lam ta'rif. Degan tunigan sen tunigan va tunumgan odamga salom bergaysan. Sen bir odamni tunusangmi yoki tunumasangmi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb salom bergaysan. Endi bu hadisdagi bu bab bilan bo'lgan munosabati uchuq. Ve yani babda nima? İt'amut ta'am, tut'imut ta'am degan gap o'zi chiqdi. Bab bilan bo'lgan munosabati uchuq yani. Demak, yani boshqalarga tamoq berish, do'stligini kengri bo'lish, va tunmagan salom qilish bu nimadan? Iymondan. Yani bu iymonning shaxchilaridir. Yani bir adam mushundaq fırsat bo'lsa, demak, bu odamning iymonidagi komilligini nima qiladi? Dalolat qiladi. Endi bunda deganlikning o'zi faqat mushundaq qilganlikni o'zi ham iymoni komil bo'lganlik deganlik emas. Ya'ni iymoni komil odamniki mushundaq xislatlari bor. Iymoni komil odamning mushundaq nima xislatlari bor. Ammo iymoni komil bo'lmagan odamning-chi, mushu xislatlar hammasi to'liq topilmaganda iymoni komil bo'lmaydi. Endi yana bir gap, biz endi shu hadisdagi raviylardan
Ha o'tganda bir qismlarni so'zlab o'tamiz. Bu yerda bizga Layth degan bir Layth deb bir ravi o'tdi. Ya'ni bu Imom Buxoriyning shayxining nima? Shayxi. Bu kishi bo'lsa ham Layth ibn Sa'd. Bu kishi bo'lsa Layth ibn Sa'd degan kishi. Ya'ni endi bu Layth ibn Sa'd degan bu hadis ilmidagi intayin katta imamdan birisi. Şundan ama o'zi Harrani hadis ilmidagi hadis imamlardan biri. Hadis imamlardan biri. İmam Buxorining har bir mishada keltirgan Amr ibn Khalid, Layth ibn Sa'd, Yazid. Yazid degan kim desanglar? Yani bu Yazid bo'lsa, yani Abi Raja ibn Abi Habib. Ben Abil Khayl degan Marsad ibn Abdullah. Abil Khayl degan kishi bu kunyat hamasi. İsmi Marsad ibn Abdullah. Abdullah degan müşriz Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma. Yani demek şu sahabalarniki hammasniki sahabe, tabi'i ta ki İmam Buxoriy kishi İmam Buxoriy bilan sahabaniki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qancha kishi borgan bo'lsa, Amr ibn Khalid 1, Layth ibn Sa'd 2, Yazid 3, Abil Khayr 4, Abdullah ibn Amr ibn al-As 5. İmam Buxoriy'niki en kısa olan 3 olması 5. Bazıda 6 gün bir mümkün şu etrafta. Yani senet kança ali olsa, Resulullah olan bu alakası kança yakın olsa, senet kança kan buludu, en ali, üstün bakan buludu. Hem de yeni biri bir yerde İslam'ın Eyyül İslami hayrun. Eyyül İslami hayrun deb so'raganda nimashqa hisolul islom degan gapni aytamizda, chunki islom degan umumiy jihatdan bir narsa. Islom degan bir narsa, ammo xislatlari ko'p. Islom bir, buning xislatlari ko'p. Xislatlari ko'p bo'lganligi uchun. Undan keyin Payg'ambar alayhisalom mundaq qilish deb javob bermay, siz mundaq qilishing deb javob berdi. Chunki bu xislatlarni ondan amalga oshiradigan odam kim? Shu musulmon mu'minning o'zi bo'lganligi uchun. Ya'ni bu bir xislat alaydi bir taladi babi xislat emas, buni qilganda paydo bo'ladi. Demak cho'g'ini, ya'ni qilish kerak buni. Ondan masalan pul deb bir narsa qimmatlik pul. Tayyor banasi nima? Banasi, go'har, olmoslar banasimiz banasi. Mayadagi bu Payg'ambar demoqchi bo'lgan bu ishlar tayyor banasi emas, bu o'zi qimmatli, lekin buni qilgandan paydo bo'ladi. Qilgan chog'da qimmatli bo'ladi. Qilmasa bilib qo'yganga bo'lmaydi. Shuni qilishing degan bo'lsa buni qilish kerak. Bu ishni qilish kerak degan bir ma'noni beradi. Uningdagi Payg'ambar alayhisolatu vassalam dastlabda Madinaga kelgan vaqtida, Makkadan Madinaga hijrat qilib dastlab kelgan chog'da bu hadisni kim rivoyat qiladi? Makkadan Madinaga hijrat qilib kelgan vaqtida Abdullah ibn Salam degan sahoba deydi. Abdullah ibn Salam. Bütün xaloyiqlar Payg'ambar alayhisolamning yoniga yo'l oldi, qarab yo'l oldi. O Payg'ambar alayhisolam kelibdi. Rasululloh kelibdi deb hammalar Madinaga taraflardan bo'lmoqchilardan Rasulullohning yoniga, Rasulullohning ko'rgan hammadanlar to'plashib keldi. Kelgandan keyin men shu qatorda keldim. Kelib shunda qarasam, Rasulullohning chiroyiga qarasam, bu chiroydan men yolg'onchining chiroyini ko'rmadim. Rasulullohning chiroyiga qarab, bunda chiroyli, bunda nuroniy kishi, mundaq illiq chiroy, mundaq qamlashgan nurli bundaq kishining og'zidan nima yolg'on gap chiqmaydi ekan deb chiroy qarablan bildim deydi. Chiroy qarablan bildim. Rasulullohning shu vaqt eng dastlab so'zlagan so'zi va men eng anglagan, dastlab anglagan so'zim qaysi bo'ldi? Abdulloh ibn Salam dediki: "Ya ayyuhan nas, afshus salam va at'imut ta'am va silul arham va sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu cennete rabbikum bisalam." diye müşahede sözler. Bu İmam Tirmizi rivayet kılan. Yani Abdullah ibn Salam diyen sahabe ne deydi o? En dasepti Resulullah bizge diyen Medine'ye tesep diyen sözmüş oldu. Birinci demek kılaş, tunmağanğa salamını tarqıtış. Salamını tarqıtış yani hep salam diyen fakat ağızda Esselamu Aleyküm diyen kalan bulmaydı. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ağzımızda salam bilen ya emniyetimizle salam diyen kavli buludu, fiiliye buludu. Kavli boğuna Esselamu Aleyküm de tunmağan salam bilir. Bu mehr muhabbetini çarçıda başkalar bilen tunuşni, nazar dairini, cemiyetki oyunumuzni küpeydirdi. İkincisi çok.
İkincisi fiili. Yani ma'nın 5 kelisida nima Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el-muslimu men selimel muslimuna min yedihi nima ve lisanihi dedi ma. Men selimel muslimuna min lisanihi ve yedihi dedi. Min lisanihi ve yedihi dedi. Mana şu min lisanihi ve yedihi degan hadisda nima deyapti o? Salam fi'lini deyapti. Salam fi'li. Salam qancha qilgan? Salam qavli, ini bircho salam fi'li. İmam Buxoriy dastlabda salam fi'lini keltirdi. Salam qavlidan da chiqdi, men salam fi'li muhim. Ba'da assalomu alaykum va rahmatulloh deb qattiq issiq salomni berib o'tib, unga kelgancha boshqalarga haqoratlab, g'aybatini qilib, tillab, azor bersa, nima foydasi o salomdan? Bizning salom berishga maqsadimiz boshqalarga azor berishma, boshqalarni nima, boshqalarga rahatlik bag'ishlash, boshqalarni xotirjam qilish, boshqalarning yuz obro'yini tukashdan, g'aybatini qilishdan, pul mollarini el ulashdan, buzak qilishdan, boshqalarni xotirjam qilish. Tinchlantirish degan gap salom deganning ma'nosi. Islomning asos ismi shu, salomat qilish degan gap. Lug'at ma'nosi. Shuning uchun boshqalarga qattiq gapirmaslik. Silq sifat salom bergandan keyin xuddi shuningdek, shu salomning taqozosiga ergishib, boshqalarga azor bermaslik, haqqini olib olmaslik, tilmaslik, g'aybatini qilmaslik degan bir muncha fe'l salomning ichiga kirib ketadi. Mishada bu ikki hadis bilan bizga Imom Buxoriy shuni tushuntirib turibdi. Hammasi nimaning qatoridan? Bunda qilganlik, ya'ni iymondir. Iymoni bor odam bir kimga azor bermaydi. Iymoni bor odam tunug'anga salom qiladi. Tunug'anni nimadan? Zulmdan, narsadan el o'lishdan, g'aybatini qilishdan, qattiq gap qilishdan nima? Salomat qiladi. Mushuni nima? Muslim, mu'min degan mushu. Demakchi, shuni bu demakchi. Bizning qalbimiz iymon bo'lmagan bo'lsak, boshqalarga azor beradigan, bermaydigan, tunug'anga salom qilmaydigan qolish kerak. Undan keyin at'imut ta'am. Salomniki yeni bir sababi nima? It'amut ta'am. It'amut ta'am degan salomning yeni bir sababi. Chunki bir odam qo'shiq ochsa, uni biz shuncha silq gap qilib, shuncha o'z gap qilgan bilan qo'shiq och bo'lsa, u gapni qo'shaqamdi bu odamga. Qo'shiq och odamga o'z gap yoqmaydi, hech kim qo'shaqmaydi. Bu gap qo'shqa qilmay o'tiradigan gap. O'zga qo'shaqmaydi, qo'shiqqa chiqib qolganda. Ya'ni qo'shiq och odamga tamoq berish. Men it'amut ta'am deb it'am keltirishniki it'am deb keltirish agar ya'ni ita'u at-ta'am yoki deb boshqa emas, ita'u at-ta'am degandek yoki masalan taom yedirish, tamoq yedirish yoki tamoq berish deb kelmay, it'am degan tamoq qilib berish deb it'am deb keltirishning nima foydasi bor desa, buning foydasi ya'ni umumiy keltirish. Umumni foyda bilish. Ya'ni demak buni ichiga sadaqat bilish kirib ketadi. Tamoqni sadaqa deb bersin bo'ladi. Hadiya bilish kirib ketadi. Va uyga mehmon kelsa, mehmonga bergan tamoqni nima shuni kirib ketadi. Demak, hammasi kirib ketadi. Boshqalarga berilgan tamoqning hammasi uni ichiga kirib ketadi. Shuni do'stligini kamera bo'lish degan umuman. Faqat sadaqat bilan o'zi ichiga kiradi, qolgan tamoq kelmaydi emas. Hammasi kiradi. Hamma chiqilib hammasi kirib ketadi. Bu şu İbrahim Aleyhisselam uyga mehmon kelmasa tamoq yemaydi ekan. İbrahim Aleyhisselam uyga mehmon kelmasa tamoq yemaydi ekan. Ro'zador ekan. Uyga mehmon kelmagan kunda ro'za tutadi ekan. Hatto bu şu hadis raviylarining ichidan bir ravi ismi uchoq ismida yo'q. Bu hadisning raviylarining ichidan bir raviymi davomli umrida yolg'iz tamoq yapmagan ekan. Yalnız tamoq yapmagan ekan. Nima ishqa? Ya'ni hammasi bu it'amut ta'am degan islomdagi eng muhim iymonniki alomati ekanligi, iymonning shaxchidan bo'lganligi uchun da'vatadi. Tut'imut ta'am va taqra'us salam ala man arafta va man lam ta'rif. Endi tunug'anga salom berish degan gap umuman muhim. Bir odam tunug'an odamga hammadan salom beradi. Tunug'an odamga-chi. Hozirgi zamonda hatto tunug'an odamga salom bermaydigan holat kelib chiqdi. Tunug'anga salom berish degan nimaning alomati desa, bu odamning qalbida kibrning yo'qligining alomati, kibr yo'q. Kibr yo'qligining alomati bu. Bir odamning qalbida kibr bo'lsa, yana bir shaxsiyatchilik yo'q degan gap. Shaxsiyatchilik bu odam nima ish qiladi? Faqatlam shu hojati bu munosabati bir hojati bo'lsam salom qiladi. Kibr odamcho, ha ukarsin salom bersin, men nima uchun salom qilmagan deb salom qilmaydi. Shuning uchun kibr va shaxsiyatchilik qalbidan chiqarib tashlash uchun tunug'anga salom qilish kerak va bu salom jamiyatning ichida muqimlikni, mehr, muhabbatni paydo qiladi. O'zaro mehr, muhabbatni paydo qiladi. Xo'sh.
Endi bab jihatdan 6. bab. Buxoriyniki keltirgan bablar jihatdan 6. bab. Babun minal imani ay yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yani üzüge yaxshi ko'rgan narsani qarindishiga yaxshi ko'rish iymonning jumlasidan degan bir bab. Bu bab üzüge yaxshi ko'rgan narsani o'zining qarindishiga yaxshi ko'rish iymondandir degan bir bab deydi. Endi bu babning kitob bilan bo'lgan munosabati uchuq. Ya'ni o'ziga yaxshi ko'rganda boshqalarga yaxshi ko'rishmi nima? Iymondan degan gap, ya'ni bu min kamalil iymon. Iymonning kamolatlaridan. Endi xo'sh. Endi hadis raqami bo'yicha 13-hadis endi bu. Buxoriyning hadislarining soni bo'yicha 13-hadis, boshdan boshlab. Imom Buxoriy deydi, biz ol sanadi muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan va bihi ilayhi qala haddathana. Ol sanadi muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan. Imom Buxoriy mundaq dedi: Haddathana Musaddadun. Bizga Musaddad hadis so'zlab berdi deydi. Qal Musaddad mundaq dedi: Haddathana Yahya an Shu'bata an Qatadata an Anas radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Musaddad mundaq dedi: Bizga Yahya Shu'badan rivoyat qilib, Shu'ba Qatadadan rivoyat qilib, Qatada Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib, Anas radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Bizga Musaddad ammadan rivoyat qilib nima hadis so'zlab berdi. Va an Husayn al-Muallimi qol. Endi bu Imom Buxoriy da'vatidagi bu hadisda ikki xil sanad va ikki xil yo'l bor deydi. Ikki xil yo'l bor. Biri Musaddad Yahyo'dan rivoyat qilgan, Yahyo Shu'badan, Shu'ba Qatadadan, Qatada Anasdan, Anas payg'ambar sallallohu rivoyat qilgan. Xo'sh. Endi ikkinchi yo'l bo'lsa va an Husayn al-Muallimi qala haddathana Qatada. Endi Husayn al-Muallim degan Musaddadning ustozi, ya'ni Imom Buxoriyning shayxi Musaddadning muhaddisni rivoyat qilgan shayxi, ya'ni bir kim Husayn al-Muallim. Husayn al-Muallim degan bu kishi shu Yahya rivoyat qilgan hadisni o'qishini rivoyat qilgan, o'qishini. Lekin Imom Buxoriy miyada buni va qala haddathana Yahya va Husayn al-Muallim deb ikkisini birga keltirib qo'ymay, ma u Yahyani ayrim keltirib, unda Husayn al-Muallimni ayrim keltirib qo'ydi. Nimishqa? U uzun so'zgandan foydasi bor desa, Imom Buxoriyning qanchalik inchki ekanligini ko'rsatgan bir inchki ma'da masala bor. Husayn al-Muallim rivoyat qilgan, qanday rivoyat qildi ma'da qolsanglar, va an Husayn al-Muallim qol haddathana Qatadatu an Anas deydi. Ya'ni Husayn al-Muallim dediki va an Husayn al-Muallim dediki haddathana Qatada. Bizga Qatada hadis so'zlab berdi deydi. Nima Husayn al-Muallim Musaddadniki shayx emas, balki nima Yahyoning shayxi, Yahyaman Musaddad o'qitimi, ya'ni Yahyoning shayxi. Yahya nimadan Shu'badan rivoyat qilgan. Haddathana Yahya an Shu'bata deb. Unkidan Yahya Husayn al-Muallimdan ham rivoyat qilgan bir qatim. Husayn al-Muallim qala haddathana Qatada. Farq nima desa, bir inchki bir farq nima desa, Husayn al-Muallim qala haddathana Qatadatu deb haddathana degan an degan so'zni keltirmay, Qatadadan an Qatada demay, haddathana Qatadatu deb haddathana degan bizga hadis so'zlab beradigan so'zni tasrih, ya'ni uchuq nima bayon qilgan inchki. Imom Buxoriy shunchalik ham diqqat qiladi. Haddathana dedimu yoki an dedimu. Chunki hadisnikini bizga an bilan haddathana kelgan ichida ko'p farq bor. Tabiiyki Imom Buxoriyning rijollari rivoyat qilgan hadis rivoyat qilgan raviylar bir nima ishonchlik. Ammo boshqa, masalan Abu Dovud, Tirmiziy degan boshqa hadis kitoblarida an deb kelsa, haddathana deb kelsa farqlanadi. An deb kelganda nima jihatdan, daraja jihatda haddathana deb kelganda tuvanroq darajada turadi. Anladingmi? Ya'ni undan rivoyat qildi deganda bu quloqqa angladimi yoki anglamadimi degan gap chiqadi. Anladingmi? Bu
Bevosita anladımı yoki anlamadım diye. Haddesana desa bizga so'zlab berdi degan gapda nima? O'z quliq bilan angladi, o'z ko'zi bilan ko'rdi degan gap. Lekin an degan gapchi mumkin. O'z quliq bilan anglagan bo'lishi mumkin. Mumkin shu nimaga shu shayx so'zlab bergan odamdan olgan bo'lishi mumkin shu zamondagi. Ikki xil nima buni tadlis deb qo'ydi buni. Ikki xil nimasi bor. İhtimallik bor. Shu sababdan nimadan haddasana deb uch katigadan bir daraja tuvandirdi. Ammo İmam Buxoriyning adamlari bir nima mu'tamad ishonchlik, siqa hammasi. Endi mishadagi İmam Buxoriy bizga naqadar hadis bilimida inchikligini ko'rsatdi. Bo'lmasa Husayn al-Muallimni kadiga haddasana Yahya an Shu'bata va Husayn al-Muallimi وحسين المعلمي عن قتادة كاتب بوصفت مش كاتب دسا حسين المعلم حدثنا قتادة دبتو شعبة عن قتادة دبتو مش فرق شو بس حدثنا دبتو يعني بس شو عن قتادة دبتو شو سببتن سلكم إشكنس إنشكا كاتب قويد إشكنس برتاق هيدا مدي biz mu hadis bilmeden bu şunda nima inchki bo'lishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalom chunki kimki men demagan gapni Peygamber sallam dedi deb ma'no sifat bersa, men kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Men demagan gapni meni dedi desa, o'zini o'rnini do'zaxdan tayyorlab qo'ysin degan bo'lg'achqa nima qilish kerak? Shunga sahobalar, tabi'in bir harf kimi diqqat qilishgan bir harf. Vav harfi bormi yo'q degan diqqat qilishgan. Biz ham shunday diqqat qilishimiz kerak. Tarjimada bir diqqat qilish kerak. Tarjima nima? U to'g'ri. Ko'p boshli qilib yuborsak bo'lgan ish emas. Tercümede dikkat kılıp doğru bulan tercümede kılış gerek. Anladın? Ya ki biz ma'nisi söylediği vaktimizde mavunun da ma'nisi diye buludu da ki üzün tercümesi mavu dep uçlamaya eskertiş bölüş gerek. قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه. قتادة أنس رضي الله عنه رواية قلب. أنس رضي الله عنه Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundak diye yandaydı. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nefsihi. Yani sizlardan birinin imanı ta ki üzüge yaxshi ko'rgan narsani qilindishiga yaxshi ko'rmaguncha komillashmaydi. Yani sizlardan biringlar ta ki üzüge yaxshi ko'rgan narsani o'zining qilindishiga yaxshi ko'rmaguncha iymoni komil bo'lmaydi deydi. Endi bu hadisdan chiqadigan mazmun hikmatlardan insonda nim bo'lmaslik, birinchi hasad bo'lmaslik. Mu'min insonning qalbida, mu'min komil deganning qalbida nim bo'lmaydi, hasad bo'lmaydi. Kibr bo'lmaydi. Boshqalarga o'chmanlik, adovat bo'lmaydi. Boshqa musulmon qarindoshlarga. Onun qalbida boshqa musulmonlarga nisbatan hasad bo'lmasa, boshqa musulmonlarga nisbatan o'ch adovat bo'lmasa, boshqa musulmonlarga nisbatan nima bo'lmasa, dana, ya'ni kibr bo'lmasa, bu odam nima ish qiladi? O'zi bir yaxshilikqa, qo'yi, bu yaxshilik dunyolik jihatdan bo'lsin. Qo'yi oxiratlik jihatdan bo'lsin, yoki dunyoviy bo'lsin, yoki uxroviy bo'lsin, oxiratlik jihatdan bo'lsin. Qanday bu yaxshilik kelsa, darhol shu aman xuddi onaning bolasiga tamoqni gelisi qilgandek nima qiladi? Bu o'ziniki musulmon qarindoshiga gelisi qiladi. Agar bir kitob o'qigan bo'lsa, o'zining qarindoshlarini chaqirib, ya qarindoshlarim maktabni o'qigan bo'lsanglar, bak yaxshi foydali bir kitobni topdim. Agar bir yaxshi tamoq topgan bo'lsa, qarindoshlarim kelinglar, ma tamoqni bilgan bo'lsa, bak ichib gelimiz qilib qoldi. Yaqinda bir yaxshi tijorat topgan bo'lsa, qarindoshlarim kelinglar, ma tijoratni bilib qilsak. Yani eğer Müslümanlığın muşu hadisinin mezmununa hazır günde emel kıldığı olsa, dünyada ne bir Türk kalmaydı, cahil kalmaydı. Ne bir pekir namarat kalmaydı. Müslümanlar en dünya için en güçlük, en güçlük, en meşhur, en bay, en rahat feragat yaşayan devletlerden buladı. Ama bu hadisin mezmunu hiç kandak bir mümin Müslüman emel kılmaydı. Hem madem üzemlemdeydi. Üzem saqqalsam, üzem alim bo'lsam, üzem bay bo'lsam, üzem balam bay bo'lsa, balam saqqalsa, balam alim bo'lsa, balam xotirjam bo'lsa, bo'ldi. Boshqalarga ishimiz yo'q. Boshqalar ülemdi, tirilemdi, bunun hech kimning qarshi yo'q. Bunun tipik misali
hozirgi zamondagi bizning Uyg'urlarning Sharq Turkistonda millionlab o'tilayotgan Uyg'urlarga dunyo musulmonlarniki og'zidan bir lam jim degan gap chiqmasligi va arab dunyosida bo'lsa Falastinliklar millionlab o'lyapsa, hech qanday bir musulmon davlatlardan bir lam jim degan ovoz chiqmasligining o'zi nima? Mushuning eng tipik misoli. Yani demek bu hammadan hozir Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sifatlagan bu mu'min degan bu sifat hech kimda nima qilmaydi, tepilmaydi. Agar ulamolar shunday agar iymon komil, ya'ni mu'min komil emas deb tatbiqlamagan bo'lsa, hozir dunyoda musulmon yo'q degan gap emas. Agar agar iymonning asli iymon bo'lsa, o'sha agarda hozir dunyoda musulmon komil degan gap chiqadi. Biz takfirchi emas. Ahli sunnat va jamoat nima? Biz takfirchi emas. Ya'ni hammadan kofir chiqmaymiz. Yani altı imanı inkar qilgan odamni biz kofir demaymiz. Ammo hamma odamni fosiq deyishga bo'ladi. Agar mushu axloqni tepilmagan odamlarni nima deyishga? Fosiq deyishga yoki mushu axloqdan bir axloq tepilmasa, fosiqlikdan bir xislat bor deyishga bo'ladi. Xuddi munofiqning xislati 3. Agar haqiqatda odamning 3 xislatdan biri bo'lib qolsa, bunda munofiqlikdan bir xislat bo'ldi degandek, mushu mu'min komil mu'minlikka xislatlari mushular agar mush xislatdan birasi tepilmay qolsa mu'minda buniki komil mu'minlikqa nima deydi? Xalal deydi. Ya'ni komil mu'min degandan bir dona yuchuqi chalib qolgan bo'ladi. Naqis mu'min bo'lib qoladi degan gap. Tushundinglarmi? Endi 7-bab. Babun hubbur rasuli minal iman. Endi yeni bir askar chiqishga va 7-bab 14-hadis degan hammasi Mishari mush kitobni yozgan muhaqqiq. Ma kitobni tahqiq qilgan muhaqqiq qopgan numur. Nima uchun? Bunda sanab ko'rib, nima uchun hadisni boshqalar topishda oson topsin, mundalijilar bo'lsin, texmi tartib bo'lsin deb qilgan nima tartib bu. Har kim mesela Imom Buxoriy 7-babda biz ism qopqanmadi degan ma'no. Imom Buxoriy hech qanday 7-bab 10-hadis deb numurni qo'ymagan. Tushundingizmi? Buni bas sizlarga tushunish oson bo'lsin deb, keyin tepish oson bo'lsin deb qo'yib qo'ygan numur. Yani 7-bab jihatdan degan gap. Babun hubbur rasuli minal iman. Yani hada babun hubbur rasuli minal iman. Yani mana bu Rasulullahni yaxshi ko'rish iymondan degan bir bab. Mana bu Rasulullahni yaxshi ko'rish iymondan degan bir bab. Endi hadis numar jihatdan 14-hadisda so'zlamoqchi bo'lamiz. Ve bihi ileyhi qala haddathana. Yani ol sanadi muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan, Imom Buxoriy mundaq degan, bizga Abul Yaman hadis so'zlab berdi deydi. Imom Buxoriy bizga Abul Yaman hadis so'zlab berdi. Qala haddathana Shuaybun. Abul Yaman mundaq dedi. Bizga Shuayb hadis so'zlab berdi. Shuayb mundaq dedi. Haddathana Abu Zinad anil A'raji an Abi Hurayrata anna Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem qala Shuayb bundaq dedi, bizga Abu Zinad A'rajdan rivoyat qilib, A'raj Abi Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilib, Abi Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq deganligini rivoyat qilib hadis so'zlab bergan. Kim? Ya'ni Shuayb deydiki, bizga Abu Zinad bu hadis so'zlab bergan. Vallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi ve veladihi. Vallazi nefsi biyadihi. Biyadihi vav lil qasam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyen ki, mening nefsim yani mening jinim onun ilkide bo'lgan zot bilan qasam ki, yani Allah bilan qasam ki, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi ve veladihi. Sizlarning biringlar toki men uningga ota onasidanmi ve balvaqsidanmi suyimlikroq bo'lmaganga qadar u sizlarning biringlar mu'min komil bo'lmaydi. Yani mu'min bo'lmaydi dedi, ya'ni ma'nosi nima? Mu'min komil bo'lmaydi. Endi biz Payg'ambar alayhisolatu vassalamni bizniki o'zimizdan, hatto ota-onamizdan, hatto balvoqimizdanmi nima yaxshiroq ko'rmaguncha, undan yaqinroq bo'lmaguncha, undan oshiqroq bo'lmaguncha bizning iymonimiz komillashmaydi. İmanımız naqis bo'ladi, naqis. Tushundingizmi? Naqis iymon bo'lib qoladi.
Endi bizning iymonimizdagi eng mukammallashadigan sabablarning eng kuchli sabablaridan biri qaysi? Rasulullohga bo'lgan sevgimiz, Rasulullohga bo'lgan muhabbatimiz. Endi bu muhabbat aqliy bo'ladi, yana biri qalbiy bo'ladi, ishqiy. Biri hubbu ishqiy, yana biri hubbu aqliy. Endi ba'zi ulamolar bu haqda ixtiloflashgan. Bu yerdagi hubbu aqliymi yoki hubbu ishqiymi desa, ulamolar hammasi bu hubbu aqliy deyishgan edi. Çünkü hubbul ishq degan qalbdagi masalan bir odamning bir ayakishni ayakchi bo'lgan muhabbat degan muhabbatlar visolga yetgandan keyin nima bo'lib qoladi? Suslab qoladi. Visolga yetib bo'lgandan keyin tuvallab qoladi. Bir xotinlar yig'inda to'ygan chog'da shirin oy o'tkazganda shunchalik bir-biriga amoqlab ketadi. Keyin bir yil ikki yildan keyin bir-biriga qarg'usimi kelmaydigan amallar qildi. Tillab uni o'yin chiqib o'tay desa amallar bola bo'lib qolgan. Ish qilib o'tirgan gapimda. O'titish uchun. Ha, bizga hojat var. Bas muhabbatga bilasa asosi az qoladi hamda. Hammayda emas, az qoladi. Lekin hubbi aqliy-chu. Aqldagi bo'lgan muhabbat-chu. Bu az qolmaydi. Bu yerda demak cho'g'ini payg'ambar alayhisalom bo'lgan hubbi aqliy. Tabiiyki hubbi qalbiy bo'lish kerak. Muhabbat ham qalbda bo'ladi. Hubbi ishqiy bo'lish kerak, ammo hubbi aqliy asos o'rnini tutib turadi. Hubbi aqliy degan masalan Ali radhiyallohu anhu deganki masalan agar menga bütün Allah Taola'nınki hamma g'ayblarimiz oshkor bo'lgan bo'lsa, mening hech qanday bir jazmiyatim ziyoda bo'lib qolmaydi deydi. Hech qanday bir jazmiyatim, ya'ni iymon e'tiqodim ziyoda bo'lib qolmaydi deydi. Demak cho'g'ini, chunki men aqlim bilan mana ko'zimni ko'rgandek nima bo'lgan, ishinib bo'lgan. Shunday darajada degan gap. Yeni birga endi hubbi aqlini insonlar hammasi musulmonlar nima qilish mumkin? Bir odamning masalan musulmonlarning ko'pida topiladi. Qanday desa masalan bir odamning birisi kichik bir odamning bir bolasi bor. Bir odamning bir bolasi bor. U bolasini intayin yaxshi ko'radi. Uning hech qanday bir yomonlik kelishini nima qilmaydi, yoqtirmaydi. Lekin shu odamning shu bolasi kelib Qur'onning biringa Qur'on bor yoki hadis bor. Şunun dersisi ayağını koysa adam qanday qiladi o bolasini, bu mo'min inson. Balası xiyal o'tiram deb bolasini ishlatib o'tamdi, tashlab o'tamdi. Bolasini silkib o'tadi. Balki Qur'onni elib, Qur'onni suyib bolasini so'ydirib elib qo'yadi. Bu shunday ataladi, hub aqli deb ataladi. Tushundingmi? Demak, bunda bo'lganda biroz darajaga tushdi degan gap. Buni ham normal mo'min insonlar qila oladi. Ammo hub aql, hub ishq ikkisini qiladi. Agar Qur'ondan birisi bor, bolasidan birisi bor, o'tni kuyib ketgan o'qibdi. Agar bunda hubbi ishq desak, bolani qutqizamsa, Qur'onni qutqizamsa, desa, u chaqda hubbi ishq bilan bo'lgan chaqda Qur'onni qutqizib bolasini tashlab qo'yish kerak. Anladın? Shundaymi? Shuning uchun olimlar bu yerda hubbi aqliy deydi. Ya'ni hamma haj likulli maqamin maqal. Çünkü Kur'an-ı Kerim eğer mesela bir bala otu kuyup ketmekçi, bir Kur'an otu kuyup ketmekçi. Eğer sizlerge to'g'ri qalsa balık tutuzamsizlar, Kur'an'ı tutuzamsizlar. Ha? Siz balık tutuzamsizlar, sizce? Sizce? Ne için? Emdi mişada bir yerdeki Kur'an'ın kuyup ketkininin üzü bir yerdeki makamı kalayımız. Makam. Likulli makamin makal. Eğer bu Kur'an dünyadaki fakat birden bir Kur'an. Eğer bu kuyup gitmek olan Kur'an, dünyadaki fakat birden bir Kur'an, bu Kur'an kuyup getse, bütün dünyada Kur'an kuyup gittiğin halat olsa, uçakta balık armayımız. Kur'an'ı tutudurumuz. Kur'an'ı tutudurumuz. Ama Kur'an'ın netçi milyon Kur'an mesela tuğan. Kur'an mesela tuğan. Eğer bu Kur'an kuyup getse, onu yine başka Kur'an'larını biz seti olayımız. Bunda halat bo'lsa, ikkilanmasdan nima qutqizamiz? Bolani qutqizamiz. Bolani ikkilanmasdan bolani qutqizamiz. Ya'ni demak, hozirgi zamonda Qur'on degan intayin Allohning fazlidan ko'p besilib o'tadi. Birdan emas, necha million qorilar bor. Qur'on bor, qori bor. Tabiiyki bolani qutqizgan gap. Ya'ni demak, hubbi aqli deganlar olimlarniki, ya'ni mujnadlar. Ya'ni Qur'oni Karimni aql jihatdan nima qilish? Yaxshi ko'rish degan payg'ambar alayhisolamning aql jihatdan yaxshi ko'rish. Ammo bir hadisda bunda bir hadis kelgan. Bir hadisda bir qarg'u bir sahoba bor edi deydi. Qarg'u bir sahoba bor edi. Bu sahoba
ki bir ummu velet var idi, ummu velet. Yani bir dedek, çöre. Bir dedeki var idi. Bu çörenin özü onun balı tutup bergen. Yani bu çörenin özü onun balı tutup bergen. Lekin bu çöre kafir idi. Müslüman emas idi. Devamlı peygamber, lekin bu çörenin özü bu adamın nima qilatdi? Küynetdi. Yaxshi küynetdi. Bu adam uchun xizmatini qilatdi. Nihoyatda bu adam uchun yaxshi xizmat qilatdi. Ammo bu adam uchun yaxshi xizmat qilatdi. Ammo bu dedekning bir kamchiligi nima edi desa, bu dedek davomli Peygamber Aleyhisselam'ın yaman gapini qilatdi. Peygamber Aleyhisselam'ni tillaydi. Baqa qalsigini Peygamber Aleyhisselam'ni tillab, Peygamber Aleyhisselam yaman gapini qilatdi. Ama bu adam, bu qira adam, aciz adam bu dedekni baxtı, qancha qitim askartib baxtı. Hay Peygamber Aleyhisselam'ni tillama deb tusab baxtı, askartib baxtı, qo'rqitib baxtı degan asqatmadi. Men o'zini ishini qilyapti. Bu avvalda davom etib keldi. Oxiri bu ama adam benim bir kechqurunlikda kechada bu dedek yine tilli qilatdi. Yine Peygamber Aleyhisselam nima qildi da tillashga boshladi. Oxiri bu adam uyda bir joto bor ekan, joto. Degan bunda tashqalaydigan, kom qilib tashqalaydigan bir joto. Tashqalaydigan. Ketman degan yelkalaydigan. Bu toshlarni chaqadigan biz joto deymiz, hamda arabcha mi'val deydi, mi'val. Shu mi'val degan narsadan birini ilib kelib, shu kuzga injiq mayda, kuz ko'misi mayda onam kelib ayoli uxlab qolgan vaqtida kelib shu mi'valniki qushliq tarafini ayolniki nimasiga qo'yib turib, ayolni qusqiga qo'yib turib, o'zini bir atdi. Shuni bilan u mi'val joto ayolniki qusqiga kirib ketib nima o'ldi. Ayol o'lib qoldi. O'lib qolgandan keyin shuni bilan atisi ham sahobalar buni ko'rdi, bu o'lmagan ko'rdi. Kirib andan Peygamber Aleyhisselam ular hamısı deyishdi ki bu ishni kim qildi? Kim qilgan bo'lsa, buni shu shariat hukm bo'yicha jazoga tortimiz degan turgandan keyin oxiri shu qira odam tavlab shunda tasdiqda yetilgisi yo'q holatda ondan keldi. Chunki bu qira odam ada ehtiyoji bor edi u. Ikki bolasini boqadigan, bu odamning kuyinadigan bir boquvchiga ehtiyoji bor edi. Ammo Rasululloh bo'lgan muhabbatini o'zini tutolmay qoldi. Shuni bilan Rasululloh ham kelib, "Men" deb javob berdi. "Nima shunday qildi?" deb. Hamma sahobalar hayron qolgan. Rasululloh "Nima shunday qilding?" deb javob berdi. "Bu men kuyinadigan bek yaxshi xizmatimni qiladi. Ikki bolamning onasi edi. Mening xizmatimni qiladi." Lekin davomli o'zining yomon gapini qiladi. Tusab baxtim, ta'disab baxtim, askartib baxtim lekin bo'lmadi. Oxiri qulamga jotoni ilib, qo'sqiga deb o'zini bir qo'mpagancha buni shahid qilyapti, o'ldiryapti. Demedi Peygamber Aleyhisselam aşağıda sahabeler agadana bulana bunun kısası bakaçı dedi. Hem de bu hadis sahih mi daif mi diye bunun senedini ben bilmeyim ben. Lakin demek çok ne Resulullah'ın muhabbetini demekçiydi. Ama bunda ifadeleşme onu yok onda. Peygamber Aleyhisselam birini ötüyotunu ifadelendi demeydi o. Bes şu bu rivayet hem de gelgen bir rivayet. Ama Resulullah'ın boğan muhabbetini Kur'an-ı Kerim'de hemen uçuk bir bayan kılıngan. Yani kul in kuntum tuhibbunani nima? Hamda yani kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni degan oyatda şu oyatni biz ko'rib olamiz. Muhabbet degan qanday bo'lganligini. Yani ey Muhammed sallallohu alayhi vasallam denki siz nima yaxshi ko'ramiz ya Rasululloh. Biz o'zini yaxshi ko'ramiz, biz Allohni yaxshi ko'ramiz deb davron soldik Allohga deb qo'ying. Agar sizlar Allohni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar fattabi'uni menga ergishinglar. Yani mening sunnatimga ittibo qilinglar. Uçakta Allah sizlerini yaxshi ko'radi. Demek biz şu qoidani nima deb bilamiz? Agar biz Peygamber Aleyhisselamni yaxshi ko'rsak, nima qilsak bo'ldi ekan? Peygamber Aleyhisselamning sunnatiga tabiiy ki ergashsak bo'ldi ekan. Allohni yaxshi ko'rsak, Rasulullohga ergashadigan ayada, Rasulullohni yaxshi ko'rsak, tabiiy nima qilamiz? Rasulullohning sunnatiga ergashamiz. Yani bizim muhabbetimiz nima ifodalanadi ekan? Amelimizde. Rasulullohning sunnatiga ergashgan amelimizde ifodalanadi ekan. Demek yaxshi ko'rgan odam faqat qalb bilan bir odamni o'ldirib qo'ygan yoki şu bir qatim seklab qo'yganga emas, balki bir ömür bo'yicha Rasulullahning sunnatidan chiqmaslik. Rasulullahning sunnatiga amal qilishning o'zi haqiqiy muhabbat deb hisoblanadi deganni ko'rsatib beradi. Mana mishada yani iymonlikka nimasi alomati nima bo'ldi? Haqiqiy mu'min, haqiqiy musulmon, haqiqiy mu'mini kamil degan, şu men onunla
ata anasıdınmı ve balvaqsıdınmı suyumlikak bolmagan kadar mu'min musulmon kamil mu'min musulmon bo'lmaydi. Men onunğa ata anasıdınmı balvaqsıdınmı suyumlik bo'lgan vaqtimda bu nima mu'min kamil bo'ladi deb payg'ambar alayhisalom so'zlab berdi. Yeni bir masala nima ish qilyapti? Min nafsihi deb keltirmaydi desa, ba'zi chaqda insonlarniki ata anasi va balvaqsi üzüdümü nima? Üzüdümü qimmatlik. Masalan, sizning agar bir bolangiz, sizning o'g'lingiz o'tni kuyib ketgan, o'tga suvga tushib ketgan bo'lsa, o'tni kuyib ketgan bo'lsa, siz bolangizni tashlab qo'yamsiz yo o'tga qaramay kelib bolangizni chiqamsiz? Ha? Ya'ni qanday qilasizlar? O'tga qaramay kelib bolangizni chiqamsiz yo bolam kuyib men sen qalay deysizlar? Agar inson bo'lsanglar, haqiqiy bir vijdonli inson bo'lsanglar, qanday qilasizlar? Musulmon bo'lish shart emas bunga. Darhol kirib balolarni qutqizsin. O'zingni ko'p ketsan olmaydi. Anladın? Yani demek Peygamber Efendimiz insanın yüzünü götürmeyi, ata anası ve balvaqsı götürüş sebep nima? İnsanın hakiki mert, hakiki oğul erkeklik bu dünyadaki en çoğun bulgan narsa ya ata anası ve balvaqsı. Yüzü üçüncü orunda durdu diyen gap. Şunu anlamı? Hoş. Hem de İmam Bukhari rahimahullah şu hadisinin üzerine bir İmam Bukhari rahimahullah müşahidisinin üzerine azrak ziyade bilen bir adet kayıt tekrar kılıp geldi. Bunun da sebep var. Maksat bir, Hubbur Resul minel iman diyen bir hukum ne? Bizgi bildirmekçi evvelen. Babın hukumu ne? Tercümetul bab. Resulullah'ın yaşkuluş imandı. Yani şu'bel iman. Bir adamın imanın kamilliğini katarını kalsı Resulullah'ın yaşkuluş. Dep keltirip bulup bunun birinci hadisi keltirdi. Onun kendi ikinci hadisini şu okşaydıgan hadisini ikinci kayıt keltiriş sebep biri bu ikinci hadis nima kelgen senet yolları okşamaydı. Senet yolları birinci hadisке okşamaydı. İkinci sebep olsa ikinci hadiste birinci hadisten bir cümle nima ziyade. İmam Bukhari bu inçki olganlık için aşını Resulullah'ın kelgen sahih kelgen hadisine hemmesini bizge bir noktani bir mezmununu yurtlamakçı şu mezmun için delil kılıp Resulullah'ın sevkiyatı kança olsa keltirdi. Az ya koşması var buna da bakar emas. Tekrar da değişkin bulmaydı bunu. Çünkü buna da az ya koşumuz ziyadelik var. Mesela kaydıgan bolsanglar ol senede muttasilimiz ben İmam Bukhari etken İmam Bukhari mundaq dedi. Haddesana Yaqub ibn İbrahim. İmam Bukhari dedi ki bizge Yaqub ibn İbrahim hadis sözlep berdi. Birinci hadisini kim sözlep bergen İmam Bukhari'ga? Ebul Yaman sözlep bergen dedi. Mani ço Yaqub ibn İbrahim sözlep berdi. Demek ikisi başka. Qal Yaqub ibn İbrahim mundaq dedi. Haddesana İbn Ulayya. Bizge İbn Ulayya hadis sözlep berdi. Birincisi ço Şuayb hadis sözlep bergen dedi. Bu başka. İbn Ulayya Abdülaziz'den rivayet kılıp Abdülaziz ibn Suheyb'den rivayet kılmış kişi tabi'i. Abdülaziz ibn Suheyb'den rivayet kılgandaydı. Yukarıdaki de Ebu Zinad diyen mesela. An Enes'in radıyallahu anhu. Yani Abdülaziz ibn Suheyb'den tabi'i Enes radıyallahu anhu. Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan rivayet kılgan. Enes bin Malik radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kılgan. Demek mahadiste yukarı hadiste kançı kişiler İmam Bukhari'ye titkedes. İmam Bukhari bilen Resulullah'ın arasında kaç kişi var? Ebul Yaman 1, Şuayb 2, Ebu Zinad 3, A'rac 4, Ebu Hureyre 5. 5 kişi var. Peygamber Aleyhisselam'dan İmam Bukhari'nin arasında. Mahadisi şu dese İmam Bukhari'den Peygamber Aleyhisselam arasında Yaqub ibn İbrahim 1, İbn Ulayya 2, Abdülaziz ibn Suheyb 3, Enes radıyallahu anh 4. Demek kaçıdan bakayım anda 4 dedim. Demek yukarı kaydısın mı? Mahadisinin mesela yakın diyen gibi Resulullah'a bu anı mesela. Demek adisinin senedidin, mahadisinin senedini yukarı diyen gibi, güçlük diyen gibi. Mümkün huvvil diyen gibi yani senet yutgeldi. Senet yutgeldi. İmam Bukhari müşahidisinin üzerine okşaş müşahidisinin mezmunu okşaş hadisini yeni bir senetten bu rivayet kılgan. O senetten bizge okşaş dep bildi. Dep bilip mümkünden bir hadisini dep bildi. Demek benimki bu hadisine biz silahı mutavatir diyen gibi de peki mutavatir meşhur. Ondan keyin ahad deb so'zladik mu en kuchli hadis shuni aslanishiki en kuchli tutqu fuqaho muhaddisullarniki ichidagi en kuchli tutqu nima mutawatir mashhur ahad degan qoida. Muhuvvil bir hadisniki sanadi ko'p bo'lganligi bu hadisning ahad darajasining ko'tarilib mashhur bo'lganligi balki ba'zida nega bo'lib qoladi mutawatir bo'lib turgan yo'q. Tushundinglarmi? Bu intayin hadisning ma'nosindagi sog'lom va kuchli ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni huvvil sanad o'tgandi. Ve haddesena Adamu. Hem de mazı senette
Yaqub ibn İbrahim sözleme dedi. Adem ibn Abi İyas. İmam Buxariy'ninki şeyhi bir adam hakim Adem ibn Abi İyas. Bizge hadis sözlep berdi. Adem ibn Abi İyas mundaq dedi. Haddesena Şu'betu. Bizge Şu'be hadis sözlep berdi. Yani Şu'be ibn Haccac. Bu Şu'be degan u degan nima? Öz zamanısidagi imamul muhaddisin. Hadis bilimidagi hadis şunaslarning ustozi edi. Şu'be hadis bilimida hadis şunaslarning nima ustozi. Buniki seriyasini söyleydiğim bolsak bu kişiden hem de birini tutuşudu. Nima? Bir kitap tutuşudu. Bu şuna derecede. Hem de Şu'bet ibn Haccac bu zat deydi an Qatada'ta degan. Bu zat Qatada'dan rivayet qilib. Qatada Enes radhiyallohu anhudan rivayet qilib mundaq dedi. Qal Enes radhiyallohu anhu mundaq dedi. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi. Endi bu yerga qaraydigan bolsak, bu yerda qanchadan bakan Imom Buxoriy Rasululloh orasida Adam ibn Abi Iyas, Şu'be, Qatada, Enes. Yani demek ma'nu bu senette mu qanchadan bakan? 4 adam bakan. Endi nerede tutuşup bitadigan bo'lar? Bunun tutuşudigan yeri Enes radhiyallohu anhu tutuşudu ekan. Demek tutuşudigan aslındaki senetler, tüpüdeki senet nerede? Enes radhiyallohu anhu tutuşudu ekan. Qatada Enes radhiyallohu anhu rivayet qildi. Abdulaziz ibn Suheyb mu Enes radhiyallohu anhu demek ki tabi'i. Abdulaziz ibn Suheyb mu tabi'i, Qatada mı nima? Tabi'i. Şundan mı? Qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi ve veledihi ve nasi ecma'in. Ama bu hadisteki hem manası yukarıda okşaydı. Fakat bu hadisteki ziyade men ve nasi ecma'in. Yani sizden bilinglar ta ki men onunğa ata-anasıdan mı, balaqsıdan mı ve barlıq insanlardan mı süyümlükrak bolmağıca o mümin kamil bulmaydı. Kamil mümin bulmaydı degen ve nas ecmaîn degen ma cümlene muşunda texim yuqarı hadisden mu küçlük bolgan senetlerini keltirip Resulullah'a yakın bolgan senetlerini keltirip keltirdi. Hoş. Endi 8. hadis, nima 8. bab cihetinin 8. bab. Babu halavetil imani. Yani bu imanın şirinlikinin babı. Halavetil iman degan imanın şirinligi. Endi bu babniki nima kitap bilan bo'lgan alomatimi shu nima? Iymon deganniki shaqchisi bor, iymonniki halovati bor, iymonniki alomati bor deb iymonning bir qancha narsasi borligini bizga so'zlab beryapti. Imom Buxoriy. Iymonning halovati degan nima desa, ya'ni qandoq iymonning halovati bor bo'ldi desa, masalan, taat amal ibodat qilganda nima taat ibodat qilishdan insonning butun vujudi nima lazzatlanish. İbadet qilasiz xuddi bir tamlik, mazalik tomoqni yeb olganda nima huzurlanish. Taat ibodatlarniki qiyinchilikqa nima bardoshlik qilish. Qiyinchilikqa bardoshlik qilishdak bunda bir xislat paydo bo'ladi. Iymonning halovati bor odamda bunda taat ibodat buni ig'ir tuyulmaydi, balki taat amal ibodat qilasiz xuddi biliq suvga kirgandek nima jini rahat olib qoladi. Bu shunday holatning shakllanishi arab tilida nima ataladi? Hadis tilida halavetul iman deb ataladi. Xo'sh, endi hadis 16. hadis. Haddasana Muhammad ibn al-Musanna. Yani ol sanadi muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan. Imom Buxoriy mundaq dedi. Hadis so'zlab berdi bizlarga, ya'ni bizga Muhammad ibn al-Musanna hadis so'zlab berdi. Qol Muhammad ibn al-Musanna mundaq dedi. Haddasana Abdul Wahhab al-Thaqafi. Bizga Abdul Wahhab al-Thaqafi hadis so'zlab berdi, u mundaq dedi. حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الوهاب الثقفي من ضغطه بزجا أيوب أبي قلابة رواية قلب أبي قلابة أنس رضي الله عنه دون رواية قلب أنس رضي الله عنه أنس رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم رواية قلب حديث بعده قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم dedi. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث diyen gap yani 3 var diyen gap, yani 3 xil iş var. Yani 3 xil xislet var. Gap khisalun thalath diyen gap. Khisalun yani xisletun thalath yani khisalun thalath men kunna fihi vecede halavetel iman. Yani 3 xislet var.
kimde, her qanday kişide bu üç xislat tepilsa, bu üç xislat bo'lsa, imanning halovatini topadi. Imanning halovatini topadi. Ya'ni ay istizada at-ta'at, taat ibodat qilish bilan lazzat hosil qilishni topadi. Yani taat amal ibodat qilganda huzurlanishdan iborat bir xislat bunda paydo bo'ladi. Qanday bo'lganda desa, birinchi ay yakunallohu va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Birinchi Allah ve Allah'ın Resulü onunla Allah'ın Resulü'den başka her kandak neslinde nima suyumlik bulur. O Allah ne ve Allah'ın Resulü ne? O ikisinden başka hamma nesliden bek yaxshi ko'rish. Mush qisat tepilganda bunun da imanning halovati tepilgan bo'ladi. Ikkinchi ve ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. İnsanni faqatla Allah uchun yaxshi ko'rish. Her kandak insanni, her bir insanni faqatla yaxshi ko'ramiz, faqat Allah uchun yaxshi ko'rish. Yani kandak bir insanni yaxshi ko'rmoqchi bo'lsak, Allah uchun yaxshi ko'ramiz. Ya düşman tutmoqchi bo'lsak shu, Allah uchun düşman tutamiz. Uning puli, mal dunyosi, uning chiroyi, suhbati yoki u bu degan ma'lum g'arazlar yo'q. Har qanday odamni yaxshi ko'rsak, men Allohning yaxshi bandasi ekan. Allah uchun bu odamni yaxshi ko'raylik, yaxshi ko'rash. Yaqindan oila olsak, men Allohning yomon bandasi ekan. Allah uchun buni oila deb oylash. Mushu hubbu fillah, buğdu fillah tepilganda bunun qalbida shu chaqda imanning halovatini topgan bo'ladi. Demak, bu min kamalil iman. İmanı mükemmellashtirgan amillar. Üçüncüsü bo'lsa va ay yakraha ay yauda fil kufri kama yakrahu ay yuqdafa fin nar. Musulmon bo'lib bo'lgandan keyin kufrga qaytishni xuddi go'yoki do'zaxga tashlanishni yomon ko'rgandek yomon ko'rish. Musulmon bo'lib bo'lgandan keyin kufrga qaytib murtad bo'lishni, dindan yenib olishni xuddi nimaga o'tga tashlanishni yomon ko'rgandek yomon ko'rishning o'zi nima imanning halovatinin üçüncü nimasi sharti. Bu üç xil ish tepilsa bir odamda imanning halovati tepilgan bo'ladi. Bu odamda halovati iymon bor ekan. Ya'ni Allohning Rasulining muhabbati. İkincisi boshqa hubbu fillah, buğdu fillah. Üçüncüsü o yani imanda sabat fil iman, imanda mustahkam turish. Degan bu üç xil tepilsa. Xo'sh. Endi bab jihatin 9-bab babun alamatul imani hubbul ansar. Bu ansarlarni yaxshi ko'rish imanning alomati degan bir babdir. Demak, bu bab bilan nimaning bu kitobul imanning alomati demak, iman deganning nimasi ekan? Shu'bul iman deb bor, halovatul iman, endi bu yerda nima? Alamatul iman. Alamatul iman deb bu bor. Endi hadis jihatdan 17-hadis haddathana Abul Valid. Ol senedi muttasilimiz bilan İmam Buxoriga aytgan, İmam Buxoriy mundaq dedi. Bizga Abul Valid hadis so'zlab berdi. Qol haddathana Shu'ba. Abul Valid mundaq dedi. Bizga Shu'ba hadis so'zlab berdi. Qol akhbarani Abdullah ibn Jabr. Qol Shu'ba mundaq dedi. Menga Abdullah ibn Jabr xabar berdi. U mundaq dedi. Semi'tu Enes ibn Malik radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال. Men Enes ibn Malik radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp mundaq deganligini anladım. Qal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "Ayatul imani hubbul ansar ve ayatul nifaqi bughdul ansar." İmanın alameti ansarlarni yaxshi ko'rishdir ve ayatul nifaq munofiqlikning alomati ansarlarni o'tkirish, yomon ko'rishdir deganligini men anglagan edim deydi. Anas Malik roziyallohu anhu bunda rivoyat qilganligini men angladim deydi Abdullah ibn Jabr degan sahoba, tabiiy. Xo'sh, endi mishada bab bilan hadisniki alomat nima va buni bog'lanishi desa, mishadagi ayah degan oyatning ma'nosi nima? Alamah degan bo'ladi. Biz babning tarjimahaldan ba'zi chaqda İmam Buxoriy babning tarjimatul babni bir mavzuni yuritish uchun keltirib, bir mavzuni keyin uni dalil keltirib, hadislarni shu tarjimatul babga dalil qilib keltiradi. Ba'zida İmam Buxoriy tarjimatul babni shu hadisdagi ma'lum bir
bo'lak ma'lum bir so'zniki tafsiri, sharhisi, izohi qilib keltirdi. Xuddi bu yerdagidek. Bu yerda ayatul iymon deganda alomatul iymon deb bobni deb keltirdi, alomat deb keltirdi. Chunki oyatning ma'nosi nima? Alomat edi. Bu yerda bir chalmini ikki paxta so'qmoqchi, ya'ni birga bob bilan, ya'ni ansarlarni yaxshi ko'rish, ansarlarni tutishmi iymon bilan kamal iymondan ekanligini. Buni so'zlab bu ma'noni bildirdi. Yine birga alomat degandiki ayet deganning alomat degan ma'nosi borligini bizga aytadi. Hadisdagi ayet degan so'zning alomat deb ma'nosi bor ekanligini bizga tushuntirib bergan bo'ldi. Demak, babning tarjimalari intayin muhim. Tarjamatul bab, ya'ni babu alamatul iman hubbul ansar degan tarjamatul bab deb ataymiz. Bu shu intayin muhim. Bu shuna diqqatimizni oldirishimiz kerak, bu shuna diqqatimizni bilishimiz kerak. Endi bab jihatdan 10-bab babun. İmam Buxoriy rahimahulloh bab deb nom keltirib qo'ydi. Endi İmam Buxoriyninki qoidalardan biri ba'zi yerlarda babun deb nom keltirib qo'ydi. Buniki bir qancha sabablar bor. Bu usul sabablarni Buxoriyning beshida al-aslul awwal, al-aslul thani, al-aslul thalith hammani keltirib qo'ygan. Shuni tafsili kulib chiqsanglar shu yerda nima uchun babun deb keltirib qo'ygan tafsil yozilgan bir qancha aslida yozib qo'yilgan. Men endi buni qisqacha bir narsa deb beray. Birinchi, babun deb keltirib qo'yish sabab, ya'ni bu bab ilgirgi bab bilan nima aloqasi bor. Ilgirgi bab bilan, ya'ni alamatu al-iman hubbul ansar degan bab bilan aloqasi bor bu babning. Chunki bu hadisda kelgan kishilarmu asli ansarlar, Madinadan kelgan ansarlar. Ansarlar islom dinini yeyilishiga, tarqalishiga eng kuchli kuch qo'shgan kishilarning biri. Islom dinining yordamchilari. Allohning dinining yordamchilari. Endi yana biri bu hadisda u alamatul iman hubbul ansar degan mazmundimi boshqa mazmunlar bor, ko'p. Boshqa mazmunlar ko'p bor endi. Shuning uchun buni tarjimatul bab keltirmay, bab unvon keltirmay, keltirib qo'yish sabab sizlar insonlarda bormi? Balog'at kitobida o'qiganda al-hazfu ba'zi chaqda hazb nimani foyda bildirdi? Al-umum ne foyda bildirdi? Anladingmi? Vallohu yad'u ila daris salam degan yerda Alloh daris salomga chaqirdi degan yerda chaqiruvchini tilga oldi. Chaqirilgan jannatni tilga oldi. Ammo kimni chaqirdi? Alloh daris salomni kimni chaqirdi tilga olmadi. Nimishqa paloni maqsad emas, ya'ni butun insoniyatni nimaga chaqirdi degan ma'no. Alloh taolaning tilga olmagan umumni foyda beradigan insonlar bormi? Mishadagi babında alamatul iman hubbul ansarni keltirmaslik o'zi yuqorqi alamatul iman hubbul ansar degan mazmun buni ichida bor, undan boshqa mazmunlarni mana buni ichiga kirdi demakchi. Tushundingmi? Shu babında mutlaq keltirib qo'ydi. Hadis 18-hadis. Haddathana Abu al-Yaman. Bizga Abu al-Yaman ol sanadi muttasilimiz bilan İmam Buxoriy aytgan, İmam Buxoriy bunday dedi. Hadis so'zlab bizga Abu al-Yaman hadis so'zlab berdi. Qol Abu al-Yaman bunday dedi. Haddathana Shuaybun aniz-Zuhri. Bizga Shuayb Zuhridan rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Zuhri bunday dedi. Qol akhbarana Abu Idris Aidullah ibn Abdullah أن عبادة بن الصامت وكان شهيد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزهري من دقته بزجا أبو إدريس عائذ الله وأتب بيان يعني أبو إدريس نكى اسمه ده أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله ديجان بو طابئي Ubad-ı Samit radıyallahu anhuga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mundak digenlikini haber verdi. Deb men aytgan ve kana şehide Bedran ve huve ahadun nuqaba'i leyletel akabe degan cümle mu'tarada. Ve ikki siziqning ichidagi cümle mu'tarada tercüme qilganda cümle mu'taradani qachon tercüme qilamiz? Keyin tercüme qilamiz. Tushundingmi? Cümle mu'taradani keyin tercüme qilamiz. Cümle mu'taradagi bosh oyog'idagi cümle bir qo'shib tercüme qilib bo'lgandan keyin cümle mu'taradini keyin tercüme qilamiz biz tercümede. Ammo bu yerda o'xshash o'qiymiz. Andas foyda nima deganda nima ish qoldi chiqib qoldi desa, ya'ni Samit degan sahabiniki naqadar ulug' sahoba ekanligini, uniki degan gapidan bakrak uning kimligini o'qish, muhimligini bildirish uchun cümle mu'tarad keltirdi. Ve kana shahida Badran. Bu zot
Bedir canga hazır bo'lgan zat edi. Va ahadun nuqabai laylatul aqaba. Aqaba kechisidagi naqiblardan biri edi. Naqiblardan biri edi. Aqaba bay'atida bir mashhur bay'at bo'lgan. Bu ikki qatim bo'lgan. Laylatul aqabatul ula, laylatul aqabatul thaniya. Ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga shu Madinaga hijrat qilishdan burun Makkatul Mukarramaga Madinadan Ansarlardan 6 nafar hayat keldi. 6 nafar hayat kishi keldi. Bular kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bular hajga kelgan edi. Hajga kelib Rasululloh bilan maxfiy holatda kurishdi bir kechida. Maxfiy holat kurishib Payg'ambar alayhisalom bularga nima bay'at berdi. Ana undan keyin ikkinchi qatim bular 12 odam bo'lib keldi. Ikkinchi qatimda 12 odam bo'lib keldi. 12 odam bo'lib kelib Payg'ambar alayhisalom oldida va'da berdi. Abbos ibn Muttalib roziyallohu anhu kelib, sizlar payg'ambarni Muhammadni agar oldima gapini turgan bo'lsanglar, Muhammad sizning keyinda Madinaga borsin. Agar oldiga qo'shsanglar biz Muhammadni o'zimiz qo'lday olamiz deb qilish ismida kelgan edi. Hamma ansorlar biz qo'ldaymiz, hargizmi tashlab qo'ymaymiz deb va'da bergan edi. Mushu nima? Aqaba bay'ati deb atalgan mashhur Aqaba bay'ati. Shunaqmi? Mushu Aqaba bay'atiniki birida Ubadat ibn Samit radhiyallohu anhu shu naqib degan gap shu Aqaba bay'atiga hozir bo'lgan Rasulullohning vakillari edi. Nima vakillari? Shu vakillarning biri kim edi? Ubadat ibn Samit degan sahoba edi. Mushu bay'at, mushu vakillarning yo'li bilan Madina nimaga islomga aylandi. Rasululloh berishdan burun Mushaga kelgan birinchi qatimdagi 6 kishi, ikkinchi qatimdagi 12 kishi osh qattiq nima qilib islom dinini tarqitib Madinani Rasulullohga bo'g'chi islomga aylantirib bo'lgan edi. Madina ahliniki ko'p qismi musulmon bo'lib qolgan edi. Rasulullohni ko'maytirib. Tushundinglarmi? Shu ajoyib islom dinidagi muhim o'rinda turadigan nima mashhur vaqalarning biri. Aqaba bayti, ya'ni Laylatul Aqaba. Bu bat sabit bo'lsa, shu Aqaba kechisidagi Rasulullohning vakillarining biri edi. Endi mush zot endi shu Abu Idris Aiz ibn Abdullah degan kishi Ubadat ibn Samitga Rasulullohning mundaq deganligini rivoyat qildi. Va havlahu isabatun min ashabihi. Halbuki Rasulullohning atrofida Rasulullohning sahobalaridan bir jamoa bor edi. Rasululloh nima dedi shada? Bayi'uni ala alla tushriku billahi shay'a. Menga Allohga hech narsani shirk keltirmaslikka, ya'ni Allohga hech narsani shirk keltirmasliklarga, va la tasriqu degani o'g'irlik qilmasliklarga, va la taznu zina qilmasliklarga, va la taqtulu awladakum avlodlaringlarni o'ldirmasliklarga, va la ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum va arjulikum. Qo'llaringlarning fitralarning orasida, ya'ni yuzinglar demakchi. Zat aydikum arjulikum degani nima? Zat demakchi. Yuzinglar anfusukum demakchi. Chunki ishlarning hammasi insonning ishki qo'llar, ishki fitralar bilan ko'p ishlar. Ya'ni ishki qo'linglar, ishki fitralar degan gapning o'zi nima? Anfus, ya'ni yuzinglar demakchi. Zat demakchi. Majazan bu. Ya'ni yuzinglar to'qiydigan bo'htonlar bilan kammasliklarga va la ta'su fi ma'rufin, yaxshi ishqa buyun tavliq qilmasliklarga. Yaxshi ish qilib buyursanglar, unga osi bo'lmasliklarga nima qilinglar? Bayat beringlar. Mana shu so'zlarga biz Allohga shirk keltirmaymiz, o'g'irlik qilmaymiz, zina qilmaymiz, avlodlarimizni o'ldirmaymiz, o'ngimiz qalab gap topmaymiz, haqlarga bo'hton tuhmat chaplamaymiz. Har qanday bizlardan bir musulmon yaxshi ish qilib buyursa, uni cho'ng kichikkan demaydi nima? Uni qilamiz, yaxshi ishga osi bo'lmaymiz. Deb mana nima va'da beringlar, ahd beringlar demoqchi. Bay'at degan ya'ni chin ahd beringlar. Faman vafa minkum, kimki sizlardan mush bergan bay'atida turib shu ahdiga vafo qilsa, fa ajruhu ala Allah. Buning ajri mukofoti Allohgadir. Ya'ni Alloh beradi uning ajrisini. Va man asaba min zalika shay'an fa uqifa fi dunya fa huwa kafaratullah. Kimki ashuningdan, ya'ni ash menga bergan va'da bay'atidan biror narsaga yetib qolsa, men qilmayman deb va'da bergan ishni qilsa, bilan ishni qilsa, shuning bilan dunyoda shu qilsagan ishiga qarta jazolansa, fa huwa kafaratullah. Uningki bu dunyoda qilingan, bilgan jazo uning uchun kafaratdir. Uni qilsagan ishi uchun kafarat bo'ladi.
Ve men asabe min zalika şey'a. Kim ki aşu yukarı kılmayman deb va'da berganlarning bayarini qilsa, thumma satarahullah. Andikin Allah onu yapsa bu dünyada, Allah bunu qilsag'ini yo'gab qo'ysa, mashhurimiz fash bo'lmasa, fa huwa ilallohi in sha'a afa anhu. Bunun işi bu Allah qo'dir degan gap. Bunun işi buni jazolash yoki mukofotlash Allohga topshiriladi. In sha'a afa anhu. Agar xohlasa Allah uni afu qiladi va in sha'a aqabahu. Agar xohlasa Allah taala uni jazolaydi. Deb Peygamber Aleyhisselam bizni bayat edip shunda deb berdi. Fabayanahu ala zalik. Biz Peygamber Aleyhisselamga nima qildik? Ashununga va'da berdik. Yuqorqi shu bayatniki nizom moddalariga binoan biz Rasulullahga bayat berdik deydi. Xo'sh. Bismillahirrahmanirrahim. Xo'sh, bab jihatda bu 11-bab. Babun minad-dini al-firar minal fitan. Fitnadan qachish dindan degan bir bab. Bu fitnadan qachish dindan degan bir bab. Hozir tushunmoqchi bo'lamiz. Yana demoqchi bo'lganim bu babning kitob bilan bo'lgan munosabati nima? Ya'ni fitna fasoddan qochib ketganlikmi iymon insonning nimaga, islomiga, iymoniga dalolat qiladigan, iymonning komil mukammalligining alomati. Demak, din deganmi? Din, islom, iymonga hammasi nima kalimat mutaradifa. Hammasi ma'noda so'zlar. Shuningmi? Birisi bizga dalolat qiladigan. 19-hadis. Haddathana ol sanadi muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan. Imom Buxoriy mundaq degan. Haddathana Abdullah ibn Maslama. Bizga Abdullah ibn Maslama Imom Malikdan rivoyat qilib, Imom Malik Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'ddan rivoyat qilib, Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'd o'zining dadasi Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'ddan rivoyat qilib, uning dadasi Abi Sa'idinil Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilib, annahu qol. Shu Abi Sa'id Khudriniki mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kim? Abdullah ibn Maslama degan Imom Buxoriyning sheyxi shularning hammasidan zanjirsiman rivoyat qilib, qanam Abi Sa'id Khudrining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abi Sa'id Khudri deydiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi. Yushiku an yakuna khayra malil muslimi g'anamun. Pat arda musulmonning melining eng yaxshisi qo'y bo'lib qoladi. Qo'y bo'lib qoladi. Yatba'u biha sha'afal jibal. Musulmon u yoki madiki g'anamun nimani sifati bo'ladi? Ayakuna khayra malil muslimi g'anamun yatba'u biha sha'afal jibal va mawaqi'al qatr. Degan g'anamun degan u khayra malil muslimin sifati olib qolsa, u chaqda patarda tog'larning cho'qqilariga chiqib ketadigan, yomg'ir tushadigan yerlarga chiqib ketadigan qo'y musulmonning melining eng yaxshisi bo'ladi deb bunda ma'no chiqadi sifat bo'lsa. Ammo yangi jumla qilsak bu joqda pat arada musulmonning melining eng yaxshisi nima bo'ladi? G'anamun qo'y bo'ladi. Bu joqda ma'noga iborat ay yakuna degan kananiki ismi xayra mal nima? Kananing ismi nima bo'ladi joqda yakuna degan g'anamun bo'ladi. Xayra mal muslim degan jo'o xabar bo'ladi joqda. Buni ay yakuna khayru mal muslimi g'anaman deb bunda o'qishimiz lekin ma'noga yeziq g'anamun deb yozilgan. Yeziqda nima g'anamun degan nima kananing ismi ekanligi chiqib turadi. Ya'ni musulmonniki melining yaxshisi qo'y bo'ladi. Ya'ni qanday qo'y? Ya'ni tog'larning cho'qqilariga chiqib ketadigan shu qo'ylarga agishib, tog'larning cho'qqilariga chiqib ketadigan, yomg'ir tushadigan o'rlarga chiqib ketadigan qo'y nima musulmonning molining melining eng yaxshisi bo'ladi. Musulmonning melining eng yaxshisi bo'ladi. Bu chaqda g'anamun mubtada nima xayra mal muslim xabar bo'ldi. Yafirru nima uchun desa yafirru bi dinihi minal fitani. Degan o'zining dini bilan fitnadan qochib ketadi. Nima ish qotaqlarning cho'qqisi chiqib ketadi desa, o'zining dini bilan fitnadan qochib ketadi degan gap, ya'ni o'zining dinini saqlash, ya'ni o'zining iymonini saqlash demak. O'zining iymonini saqlash uchun fitnadan saqlang'ili nima yam odam bormaydigan, yam uchadigan, endi sal
şu digan yerge tag tura, çöl cezirelerge, yaylaklarga çıkıp ketidi koymak. İnsanlardan, cemiyet, insanlar cemiyetinden ayrılıp ketidi. Munda İslamı buludu. Uçakta köpçülükten ayrılıp adını zaten yukarı böyle beşerde üzünün bir kişi ibadetini kılan fitne zamanıdır. Yaxşı fitnege kıtılıp sen bu fitnege çıkıp kalgandı. Deydi, endi bu hadisdeki bab bilan bo'lgan munosabatni nima desa, yani bir şey aytadi bu. Yani fitne fasat zamanında imanını saklash uchun fitne fasat qilmay, yalnız şu taqdirlarda qo'yib vaqib ashar jannatga tushishning o'zi nima? İmanning kamilligini alameti. Bu adamın imanının kalamını. Fitne fasat o'zi bo'ladi, nimkamıza, o'zimizni bugun qilsak bo'tu deb xiyol yurganda fitne fasat chiqishni qo'rqib, ansirab taqdirlarga ketganlik insonlar jamiyatining ayrılganligini o'zimi imanning mukammalligining alameti. Demek iman deganning mukammalligining bir qancha nimalar bor, şahçıları var. Deb bizga shuni ko'rsatdi. Bugungi darsimiz mishada oxirlashdi. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin.